O'rtoqlar, assalomu alaykum. Iltimos, srочный iltimosim bor. Menga operatsiya qilish kerak ekan. Bugun hayit kunida so'rayman. Endi просто ehson tariqasida iloji bo'lsa, imkoni bo'lsa operatsiya qilish kerak ekan. Meni bo'ynimni, belimni 20 yildan beri singan ekan. Endi shu gereja deb anaqa sal endi menda ayb, doktorlarda ayb yo'q. Men garantiya beraman, o'zimda ayb. Shunga operatsiya qildirmasam tomirlarga o'sha bosyapti. O'sha nerv kinolardan jinni bo'lib qoladigan bolalar shunaqaga aylanib, rostdan shunaqaga aylanib, yaqinlarim xafa qilib qo'yaman. Uyimni sotguncha, olib qo'ygan kinoyimni chiqarguncha o'sha 3-4 oy o'tadi. Men o'sha chidolmayman. Shuning uchun menga bir $50,000 kerak. Bir sim tabassum qilib, iltimos, yoninglar sog' bo'lgur. Iltimos, agar imkoni bo'lsa, mana shu kartalarim kelinglar. 1000 bor uyatdaman. Ya'ni boshqacha tushunmanglar. Allohga omonatsizlar. Yurganlarim biz balli ishi bilan o'ynab kulib yurgan ekanman. Rahmat. Asrlar o'tsa ham sir bo'lib qolar. Nega yo'l qalbi guldan zavq olar? Siz mendan boylikni so'ramaysiz hech. Faqat bir dasta gul ko'nglingiz olar. Agar bo'lsam dunyodagi eng boy inson, poyingizga so'ksam eng go'zal gullar, million gullar olib kelsam, baribir kam bo'lar sizga onajon. Million mehr marhami tanho, onajonim sizning mehringiz ziyon. Oqatir gullarning beg'ubor nafasi